Kardeş, bizning avu ichkirdagi baş lobanninki o'g'li. No'chi loslesidan bir napto. Bugun tiyilib chiqibdi yangidan. G'azab bichim qaynadi deyman. Adaş, senin quvandımı luhullanışın tutsa adaş, nurgun edem sana heves qiladi, qanoat qila adaş. Muzdek chava. Sen unda deysa adaş. Da loslesining oqida o'ltirib, oldiq shopirdan birini sap qo'yib, ko'ngchoy cho'yli qilib o'ltagan ganjoni. Mening dadim bilmaysiz adaş. Menda ash mashinadan birsi bo'lib qolgan bo'lsa. Qanchalik xo'shab ketayotgan. Voy. Lobe yaxshimi? Men bir eshik muzdek bo'lib ekansiz akagan. Xo'p, eshaqlam selita. Ha, ma'qul. Lobe. Lo'qu degan mashina mushumi? Ha. Jo, men pek amraqdim bu mashinaga. Hech qancha rahat va yengshonlarim shunda labasim pek tezi. Jo, nimdajiq kunubga ayadiki. Bo'p qoladi yana. Jo, sizga pek hevesim kelyapti juma. Mening dastyalka mashinaga o'xshamaydi bu. Men qota mashinada kunni namna mol to'shib yurayman emasmi? Siz bunda japam tatmayotgansiz. Xo'sh, chiq gap qilyaptim, ha? Ma'qul, avar qildim. Mal besvetdim, ha, keyiniga. Ma'qul. Chiqa ovozi yeni buzildi ma yenshan degan bedbaxt. Bir kunisi labasi, bir kunisi xoti. Nima yo'ldaki bu mashinalar tez yurishsa ajab. Ay, bu mashina emas, bir axlat bu bir. Labasdan chataq chiqiblam turdi. Bir kuni labasi, bir kuni xot, bir kuni uya chataq chiqqan. Pechetroq mashina olgan bo'lsam, pulim bo'lgan bo'lsa. Shunda bilan mashina ekan bu. Bu labas buzilib qolsa, mangdigan to'sanda payza. Men qachon qarasib, abduz qisilib medikadaq yurayman shada. Agar mening bunda mashinam bo'ldigan shu olsa, har kun o'yg'onganda kulib o'g'nim men. Abduz. Ya to'xtat! Birden saqlab turganı nima bo'ladi? Shundami zirikdim bu abduzga chiqishdi. Nima bo'ldi adash? Gapini qilmanglar. Men abduz birden saqlab turgan bo'lsa chiqib oletdim. Endi yeni saqlab turmam ishada. Birden turib ish qilib olsam, kechikdimda fakvan. Bak zirikdim. Sanışınlar xeyli yaxshi. Men bardagan, men tağnan tüpüde ishlayman. Net sayet men velosipedimni bamisam, yani abtuzim barmaydi. Men misalda qachon bir abtuzda o'tirib ish qiladigan bo'lama. Putum shu chaqda beraveramiz demeli bo'ladi. Fikrim, nima bo'ldingiz? Etiga uydan kelgan vaqtimda bu yomg'irlik kiyimimni ilib olmabdi ekanman. Har kuni velosiped minib chiqib berib, chiqib kelib putlarim og'rib ashta olib ketadi. Qachonmi bir velosiped minmay bir putim og'rimaydigan bo'larmi meni? Ka, muzdek iching. Fikrim, almashtirib o'ylab baxmamsiz. Amaliyotda bunchalar azoblanib ketgandek ish yo'q. Hech bo'lmaganda sizning ishki putingiz saqlanmasin. Voy. Xapoma aka. Hech qisi yo'q, fikrim, hech qisi yo'q. Mening bu ishki putim yo'lmaganmisimi? Mening kunlarim nayt xushim. Turmushim shunchalik baxtli. Aka, men shu adabsizlik bo'lsam so'rab baxsam, putingiz ushta turibmi, ya'ni kayfiyatingiz shunda. Yaxshigina. Hey fikrim, ayni vaqtda men ishki putimdan ayrilib qolganda intayin azoblandim. Keyin men hatto tomoq yeysimi boshqalar yegizib qo'ydigan kishilarni uchratdim. Ular menga aka, hech bo'lmaganda sizning ishki qo'lingiz saqkan.
Rahmat aka. Asli menmi bir xushal ekanman to'q. Bu velosiped minib ish qo'yib kelsam urug'laydi ekanman hech bo'lmasa. Adash, Adash. men tuyuqsiz o'ylab qoldim. Men bek baxtli ekanman juma. Yomg'ir to'xtadi.